Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil 16-iyun sanasida xudo xolasa mavzer nokilarimizga ko'rib baho beriladi. Meva olgan qaranglar, xudo xolasa mashalloh deydigan meva olgan mana. 3 yoshli mavzer nokimizda xudo xolasa bir 6 kilo meva bor mana. Nokka ko'rib o'zlaring baho beringlar. Bog'imiz 5 ga 1 sxemada ekilgan. Mana har bir tupida meva bor. Ichida nok boq qilsalaring, changlatuvchi ham qo'shib boq qilishlarini so'rab qolamiz. Chunki nok uncha changlamaydi, uncha meva olmaydi. Meva olsa ham to'kilib ketaveradi. Nok ham chaman bo'lib gullaydi, lekin meva olmaydi uncha. O'shuning uchun changlatuvchi ekishlarini tavsiya qilamiz. Nok boq qilsalaring, bir xil nokdan ekmasliklarini so'rab qolamiz. 3-4 xil nok eksalaring, qaysi birini, qaysi biridir changlaydi. Mana bog'da holati zo'r, xudo xolasa meva olgan holati ham vashki zo'r. Chunki bu 3-4 xil nok ekilgan, changlaydi, o'zini-o'zi yonidagilar changlaydiganlari bor. Xudo xolasa zo'r bo'lib meva olgan. Buni ham ko'rsating. Meva olishi zo'r, ekishlarni tavsiya qilamiz. Nokning narxi 50 minggacha bo'ladi. Eng qimmat mevalardan biri nok bo'ladi. Mana bliski rang ham xudo xolasa bir 20 kunda pishadi. Rangini o'zlaring shu 20 kunda ko'rsatamiz. Rangi o'ta tiniq holatda, o'ta chiroyli holatda bo'ladi. Bularni ham ko'rsating aka, bunga qarang. Mevani qarang. Mashalloh ko'z emas. Hammani uyida nok bor, lekin meva olmaydi. Mavzer nokini ekish tavsiya qilamiz. Meva oladi, changlatadi, changlaydi o'zini-o'zi. Boshqa sort tekstalaring har xil ekib, har xil changlatib zo'r bo'laveradi. O'z fikrlaringizni qoldiringlar boqqa. Mehnatlarga bitta like, kommentariy, poddesh qilasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Nima oxirigacha bo'ladi?